Eng sifatli, eng kuchli va eng hamyonbop Sport Britaniya brendi. Optimum Nutrition yoki Dymatize. Optimum Nutrition albatta, chunki Dymatize'ni mahsulotlar turi juda ham kam, faqat Dymatize izo mashhur bo'lganligi uchun Optimum Nutrition tanlayman. Animal yoki Muscle Tech. Albatta Muscle Tech, chunki Animal'da faqat vitaminlar lineykasi kuchli. Ronnie Coleman yoki Kevin Lebron. Ronnie Coleman kuchli brend, lekin Kevin Lebron O'zbekiston hududidagi havaskor sportchilarning eng sevib iste'mol qilgan Sport Britaniya brendi. Shuning uchun men ham Kevin Lebron tanlayman. Ultimate Nutrition yoki Applied Nutrition. Ikkilanishlarsiz Applied Nutrition, chunki Applied Nutrition dunyoda Sport Britaniyaning ichida top 5 talikka kiradigan brend hisoblanadi. Biotech yoki Mutant. Shubhasiz Biotech, chunki Biotechda ISO 22000, ya'ni xalqaro oziq-ovqat xavfsizligi sertifikati mavjud brend hisoblanadi. Gasperi Nutrition yoki Natrex. Albatta Gasperi Nutrition brendi Natrixda faqat ozdiradigan, ya'ni jirijigatsiyalar lineykasi yaxshi ishlaydi. BSN yoki Rulvan. Rulvan deb o'ylayman, chunki Rulvanda nisbatan yuqoriroq texnologiya Optimum Nutrition'nikiga o'xshab ketadi. Xtend yoki MyProtein. Albatta Xtend. Optimum Nutrition yoki Muscle Tech. Optimum Nutrition. Kevin Lebron yoki Applied Nutrition. Applied Nutrition. Biotech yoki Gasperi. Biotech. Rulvan yoki Xtend. Xtend. Optimum Nutrition yoki Applied Nutrition. Juda qiyin tanlov, ikkalasi ham bir-birini bir tiyinga olmaydigan kuchli brendlardan hisoblanadi. Sifat sertifikat nazorati ikkalasi ham kuchli. Lekin bitta narsani tan olish kerak, 20 yildan beri jahon bozorida to'p prodajda turganligi uchun Optimum Nutrition tanlayman. Xtend yoki Biotech. Biotech Nutrition albatta. Xtendda mahsulotlar soni juda ham kam ma'lumot uchun. Optimum Nutrition yoki Biotech. Bu o'sha jiddiy to'qnashuv. Ikkalasi ham dunyodagi eng kuchli WPC-AT serial yetkazib beruvchi Volag brendidan mahsulot xarid qiladi. Ma'lumotga e'tibor bering, Optimum Nutrition brendi 1 yilda o'z zavodida 100 ming marotabagacha sifat sertifikat nazoratini o'tkazar ekan. Top prodajda bo'lgan eng sifatli va taniqli brend hisoblanadi. Biotechda HACCP, ISO 22000, bundan tashqari GMP, ya'ni Good Manufacturing Practice sertifikatlariga ega. Biotech Nutrition'ning gidroizolat va izolat proteinlari Optimum Nutrition'ning proteinlariga nisbatan texnik jihatdan kuchliroq deb topilgan. Ikkalasi ham premium sifat hisoblanadi. Optimum Nutrition sifat juda yaxshi, narx qimmat. Biotech Nutrition sifat juda yaxshi, narx qulay. Men Biotech Nutrition tanlayman. Siz nimani tanlashingizni kommentariyada yozib qoldiring.